Sotuvchi ko'p, lead juda ko'p. Lekin uni обработкасы, uni tahlilida, demak bizada nima bo'lyapti? Muammo bo'lyapti. Kirdingiz, niyatingiz bor 300 ming so'mga narsa olaman. 200 ming so'mini nimadir yana boshqa narsa olaman, lekin kazinkadan emas. Kassani oldiga borsangiz 300 minglik narsa 350 ming yoki 400 ming bo'lib qoldi. Bu ana psixologiyada odamniki. Bo'ldi, chiqib ketdingiz. Nima qildi kazinka? Ishlaydi. Dunyoning boshqa gipermarket, supermarketlariga borib ko'ring. Chap tomoningiz deyarli har doim ovushi, meva. O'ng tomoningiz deyarli har doim nima? Sredstva. Chunki hech qaysi produkt o'zini meni produktim yomon demaydi. O'zi любой biznesda shunaqa odam bo'lish kerak. Misol uchun bizda eng katta muammo nima bo'lyapti? IT sferasidagilar keladi sizdan. Nima kerak deydi. O'sha taomlarda sizga qaysi biri hozir qoringizni to'yg'izadi? Sotuvchi ko'p, lead juda ko'p. Lekin uni обработкасы, uni tahlilida, demak bizada nima bo'lyapti? Muammo bo'lyapti. Alisher aka endi bunaqa narsalarni bizada ancha yaxshi biladilar va sraz aytdilar. Bo'ldi, CRM ga ketib keldik. Chunki men misol uchun biznesni ochishingiz bilan CRM kerak bo'lishi mumkin emas sizga. Lekin ozgina yurgandan keyin o'zingiz sezib qolasiz, kerak. Alisherga sezildi, sraz aytdilar. Bo'ldi, qo'ymasak bo'lmasa. Bozor qidiryapmiz, yo'q. Qidirdik, yo'q. Ruslar bor, qimmat. Aytganini qiladimi, qilmaydi bilib bo'lmaydi. Keyin shu bilan Alisher aka o'zlarini o'rganganlaring dedilar. O'zimiz boshimizni qo'yib o'rganishga majbur bo'ldik. Shu CRM sistema, IPTV1 nimalarga kirib ketdik, Bittrex signator bo'lib. Keyin orada uje mana loyiha nima bo'lyapti? Yo'q ketdi, esdan chiqib ketdi. Keyin 2021-2022-yilda Amazon kompaniyasi bor. Katta korporatsiya, milliardiy. To'g'rimi? Ko'pchilik biladi. Shular mashinani bizadan ham zo'r qildi keyin. Uje o'tib ketdi ular. Ular nima qildi? Menga datchik qo'yishdan tashqari, mana bu har bir polkaga datchik qo'ydi. Ya'ni siz kirasizda, misol uchun $100 kartangizda $100 pul bor, kirishingiz uchun bo'lish kerak pul. Kirdingiz, tet qildingiz, sizga bron qiladi mana shu aravachani va ustidagi nima solsangiz sizga bron bo'lib turadi. Kassani oldiga borgan paytingizda nima bo'ladi? Chiqadi. Bizda ham xuddi shunaqa edi, ya'ni buni olasizda, kassani oldiga borsangiz, tet qilib o'tirmaydi-da, sira chiqib keladi. Yaxshi edi bizda ham. Ularda ham xuddi shunaqa qildi. Endi bu narsani qilgandan keyin ular ham test qildi, boshqa narsa qildi. Qarasa, kengaya olmayapti. Qila olmayapti. Pul ko'p. Aqlda umuman muammo yo'q edi. Matematika deysiz, nima bo'lsa IT deysiz, umuman muammo yo'q. Lekin o'xshamadi uncha. Nega? O'xshamagan sababi keyin ular maqola qilib chiqardi. Nimaga bizda mana shu narsa o'xshamadi? Asosiy sababi nima edi? Mana sizga tasavvur qilishingiz uchun aytaman, yoningizda 500 ming so'm pul bor. Jiyaningiz bilan korzinkaga kiryapsiz. Tasavvur qiling. Kirdingiz, niyatingiz bor 300 ming so'mga narsa olaman. 200 ming so'mini nimadir yana boshqa narsa olaman, lekin korzinkadan emas. Siz yig'ib yuribsizda, miyangizda kalkulyatsiya ketyapti. Lekin 990 so'm, 490 so'mni sizni aldab tashyapti. Mayli deysiz, bir 5 ming qo'shib yuborasiz. O'rtada oyoq qarab turibsiz, jiyaningiz nimadir tashab ketdi. Misol uchun, siz ko'rmay qoldingiz. Kassani oldiga borsangiz, 300 minglik narsa 350 ming yoki 400 ming bo'lib qoldi. Siz orqangizda shuncha odam turibdi-da. Siz nima qilasiz? Mayli deysiz. To'la chiqib ketasiz. Rostdan hammada shu deyarli. Bu ana psixologiyada odamniki. Bo'ldi, chiqib ketdingiz. Demak, nima qildi korzinka? Pul ishladi. Korzinkami, makrom farqi yo'q. Bu dunyoning gipermarket, supermarketida bor bu narsa. Demak, endi qarang, agarda sizni qo'lingizda bu narsa bo'lgan nima bo'lardi? Siz 250 mingni o'zida to'xtatardingiz. Yoki 280 ming bo'lsa-chi, bo'ldi derdingiz. Shunda jiyaningiz qo'lingizda o'tirib, taqt turib ertaga deysiz-da, misol uchun. Bo'ldi. Bo'ldi, uje yetib keldi deysiz-da. Bu uje nima qildi? Любой gipermarket, supermarket savdosini nima qildi? Tushirdi. Tushundinglar? Endi ikkinchisini eshitdinglar. Ikkinchisida uje siz tasavvur qiling, bordingiz kassani oldiga. Endi kassada siz tez o'tib ketishingiz mumkin emas gipermarket, supermarketda. Siz o'tib turishingiz kerak. Nega turishingiz kerak? E'tibor shunaqa. Ikkita tomoningizga narsa qo'ygan, lekin e'tibor bersangiz, u ham uzun emas. Qisqagina. O'tga ikkita odam chiqadi maksimum. Agar aravachangiz bo'lsa bitta. Bunda uje mashitda orqaga chiqib qolasiz, orqaga chiqib qoling, любой korzinkaga, любой makroga yoki dunyoning boshqa gipermarket, supermarketlariga borib ko'ring. Chap tomoningiz deyarli har doim ovushi, meva. O'ng tomoningiz deyarli har doim nima? Sredstvalar. Shampun, kir yuvadigan kukunlar bir nimalar turadi. Nega? Sababi sizni miyangizga sirasiz keladi. Unda ko'rasiz, voy banan turibdi. Voy banan olishim kerak edi. Misol uchun, voy pulim ortib qoldi-yu. Voy amni narsam tugab qoldi-yu. Misol uchun kirsa yo'q. Degan narsalar sizni miyangizni nima qiladi? Sirasiz band qiladi va siz o'sha turgan joyingizdan ketib qolasiz. Bo'ldi, ketganingizda yana nima bo'ladi? Orqangizga odam keladi.
Siz yana kutasiz. Demak, sizni vaqtingiz o'sha yerda nima qiladi? Ko'p ketadi. Va bu ularga savdosini oshirishga yordam beradi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni nimaga buni aytib beraman? Nimaga bir 2-3 daqiqa mashinaga to'xtaldik? Sababi bu yerda bozor tahlil qilinmagan. Biza ham qilmadi, ular ham qilmadi. Hech kim o'ylamadi. Hozir bu dasturga 10 ming, 15 ming tikdik. Tikishimizdan oldin o'ylashimiz kerak edi biza. Hozir mana sizlar ham avtomatizatsiya qaysidir etapda bo'lishingiz mumkin. Dastur o'rnataman, CRM o'rnataman, klinikaga o'zini dasturini o'rnataman misol uchun, yokida ishlab chiqarish yoki kiyim-kechak bills o'rnataman desangiz, hokazo har xil dasturlar bor. Nimadir o'rnatmoqchisiz. O'sha paytda xato qilib qo'yish kerak emas. Chunki hech qaysi produkt o'zini meni produktim yomon demaydi. To'g'rimi? Hamma o'zining yaxshi deydi. Meniki bu yaxshi, bu yaxshi, bu yaxshi deydi. Men bormi, ha bor deydi. Lekin siz texnik tomondan chuqurlasha olmaysiz. Chunki sizning kasbingiz emas bu. Mana boshqa bunaqa bo'ladim deb deya olmaysiz-da. Faktik-ku. Chunki siz unda bir 5 yilingizni o'tkazmadingiz, 2 yilingizni o'tkazmadingiz. Demak, nima ekan? O'sha shoshib qo'yish kerak emas. Audit degan narsa bor. O'sha auditni o'tkazish kerak. Ya'ni tahlil. Kerakmi, kerak emasmi? Kerakmi, kerak emas. O'zi qaysi biri kerak? O'sha kerakmi, kerak emasmi aniq bo'lgandan keyin qaysi biri kerak degan savolga javob topib olasizda. Bills bor, Moisclad bor, Bito bor, Adines bor, Odoo bor, misol uchun SAP bor, har xil. Bitrix bor, har xillari bor. Qaysi biri o'zi menga kerak degan savolni o'sha audit sizga ochib beradi. O'zi любой biznesda shunaqa odam bo'lish kerak. Biznes analitik deydi yoki SEO ni o'zi shunaqa bo'lish kerak-da, lekin bizda unaqa emas. Chunki bozor endi shakllanyapti-da. Unaqa talab qilib bo'lmaydi. Misol uchun bizda eng katta muammo nima bo'lyapti? IT sferasidagilar keladi-da sizdan. Nima kerak deydi. Bu salgina. Ha, bilmay qolasizda shu joyini. O'sha joyi yomon. Misol uchun. Ya'ni sizga taklif berish kerak. Menyuni ochib berish kerak-da, oddiy qilib aytadigan. Hozir so'radinglar, menyu ochib bering deysiz, xuddi shunga o'xshaydi. Ya'ni nima o'zi darsingizda bor deysiz, xuddi shunga o'xshagan narsa. Ya'ni menyu ochib berishimiz kerak. O'sha menyuda har xil taomlar bor. O'sha taomlarda sizga qaysi biri hozir qorningizni to'yg'izadi, qaysi biri misol uchun aytaylik bitta ovqat bor, kartoshka qovurilganda, u hozir yesangiz qorningizni to'yg'izadi, ertaga yemangiz achiydi, lekin kartoshka bor pishirilmagan. Uzoqroq muddat.